Aka assalomu alaykum. 1 minut. Tanidingizmi meni? Gap yo'q. Shartlar bajarilganmi? Bitta ko'raylik. Kutdingizmi? Qachondir chiqib qolishadi deb. Hozir xotinim nima? Ha. Nima deydi? Chiqmayapti o'limdan u deydi. Mana chiqdim. Bitta ko'raylik aka, qani? Rosh keramika. Rosh keramika. Gap yo'q. Yaxshi tuzatib turaman. Aka layklab bossiz, mana $100 chiqtirdi qadagisi. Obuna bo'lmagan ekansiz, obuna bo'lib qo'ying, obuna bo'ling. Qarang. 1dan 20 gacha yaxshi ko'rgan soningizni ayting. 10 cha, mana dollarlar endi obunachilarniki. Xohlagan tarafingizdan sanang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 oling 100 ming. Qale, ashsheni. Zo'rmi? Bitta savol. San'atga ozgina qiziqasiz baribir. Shohjahon Jo'rayev, Botir Qodirov, Sardor Mamadaliyev qaysi birini san'atda kuchli deb o'ylaysiz? Botir Qodirov. Sizlar nima deysizlar? Qaysi bir san'atkor kuchliroq? Kommentariyaga yozinglar. Aka obuna bo'lishsinmi? Sog' bo'ling.